Yaxshimisiz? Qanday ahvolingiz? Yoz oylaringiz yaxshi o'tyaptimi? Yozliq ta'til kunlaringizda nima ishlar bilan shug'ullanyapsiz? Mening yoz oylarim shunday ma'nilik va xushal o'tyapti. Bu yil biz yozliq planlarimizni sal baldir boshlagan bo'ldik. Aldı bilan bu hayot kuch urg'ib turgan yoz safarimizni na'dan boshlasak to'g'ri bo'lar deb yo'ldoshim bilan maslahat qilganimizda bizga bir illiq mehr muhabbatni his qildiradigan hamda yangi tuyg'u va o'zgacha qarashlarni beralaydigan bir yerni tanlayli deyishdik. Va oxirida garchi o'tgan yil bir qitim ziyorat qilib bo'lgan bo'lsakmi, ichimizda qolgan ba'zi tatlı qiyalmaslıqlarını besiş üçün yanala Gollandiyaga yo'l oldik. Tatlı qiyalmaslıqlar deyishimlik sabab bo'lsa, ba'zi sayohatlarda ko'ngil suv ichkidek aslimlarning qilishi dal bizga shu makonga bo'lgan qayta sig'inishni his qildirdi ekan. Makon deganimda bo'lsa, makondan bekrak şu yerde bizge güzel tuyg'ularni ato qiladigan kishilar va manzirlar bo'ldi ekan. Gollandiyaga may oyida kelish bizga shamol bilan tangdor tüp-tüz sasliqi va kanallar bilan o'zgacha tabiati va Golland madaniyatini tushunishimizga yo'l ochib berdi. Gollandiyaning gayda mayin, gayda nashtardek sanjildigan shamolimi bizning bu billa velosiped haydashdan, qal'aga berishdan olgan so'qimizni to'siyolmadi. Aksicha bizga shundoq erkin va tinch bir tuyg'u berdi. Albatta, sayohatimizga ahamiyat qo'shishda mushu go'zal muhit ichidagi jonga yaqin bo'lgan yiqimliq uyg'urcha suhbatlar alayda o'rin oldi. Yaxshimisizlar? Yaxshi, rahmat. Yaxshimisizlar? Bugun sizlarni qanday keldik, biz nerda o'rnimizni bir deb bersanlar. Bugün 5-canın biri. Qaysi yili? 2025. Hava uçuq. Yağmur yo'q hozircha. Bizlar Dayne Kamp degan yerda. Dayne Kamp degan shahar. Gollandiyaning, ha. Bu shahardagi bir camping qilgan resort bo'lyapmiz. Vieni Sofia, andiamo a vedere un po' che fa papà, vieni. Il bimbo sta a fare foto, vieni. Vabbè, ciao. Ama bizning chidir. O'sha yerda dam olyapmiz. Başlamış ikinci günü Gollandiya'da. Gollandiya bilan Germaniyaning o'tirdik bu yerda. Kamping uyda ta'til qilamiz. Shunaqa yaxshi vaqt o'tkazamiz.
Dostlarımızga rahmet. Bizim işte yaxşı kitap almanaga. Seni kelgan. Ana keyin. Sen itler. Mikasla. Qara kameraga. Da qoldi. Ko'ryapti. Maula okey. Bak son videolar bu kontribüsyon. Sebab apa kamu? Sonun dokularını çıkarvatma. Azra? Misvatsi canım. Av daraxtda bir gul ko'ygandim. Rangi oqgantu, ammo u o'zim buni seriq qilib. Bu film sinlarini xotirlashning menga bergan eng chong so'qi bo'lsa, dal siz men hozir ko'rayotgan hayotimizdagi illiq va tatliq minutlarning bergan o shirin tuyg'usidan qaytmas bo'lish. Bir bulutliq tushkun kunimda Xudoyimning menga bergan mushu go'zal minutlarni qayta xotiramga ilib, umid va xushallik bilan qaytadan quchoqlashish. Kimden aldığı görüşme olmasa şu yapıp koysam olur. Dikkat kılak mı? Sizlarmi shundaqmi? Ko'ngil suv ichadigan, oila mehrini his qildiradigan do'stlar bilan birga kelganimizda bir kun xuddi bir minutdek tez o'tib ketadi ekan. Ayrildigan shu minutga kelmaskan deb shuncha istab ketadi ekanmiz. Ammo mushu xil didor g'animat degan tuyg'umu bizning yana bir qitimliq ko'rishimizga bir ilhom bo'ldi ekan. Undaq bo'lsa, navbatda bu qitimliq safarimizdagi go'zal va xushbiroqqa to'lgan rangarang ko'rkim guli, ya'ni lola guli bog'chisidan mushtarining mungluq ovozi bilan birga huzurlanaylik. Ko'klam o'tar ketar, bergin xabar. Shamdam gul husnidan ketmaydi sahar. Ateş o'ti yondi, kimdan so'ray seni? Arami jonim, sen bergin xabar. Mungluq va chiroyli yozilgan naqshlarni anglaganimda tekstini his qilish uchun ko'zimni yumib turib bir manzarani tasavvur qilaman.
Bu manzir ba'zida kona aslimlardagi ko'rinishlar bo'lsa, ba'zida bo'lsa kelajakka bo'lgan xiyoliy tasavvurlarim bo'ldi. Gollandiya haqida ko'z oldimdagi rasmlar bo'lsa, dal hozir siz men ko'rayotgan mushu tuzlanlik, sosliq, shamolga agishib chigilab turgan choq bilaklar. Yo'ldishim deydi, rasm tortishga boshlagandan beri shaylarga bo'lgan kesish ko'znikida alayda o'zgarish bo'pti. Burun ko'z oldidagi bir bino qaraganda uni faqat va faqat bino debli ko'rgan bo'lsa, rasm tortishni boshlagandan beri apparatning ko'znikidagi binoning rangi, quyoshning nuri, binoning shakli va atrofidagi muhitning hammasining ta'sirining intayin kuchli ekanligini bayqashga boshlabdi. Haqiqatan aslimalarimizning hammasini esimizda shu isil ta'm bilan xotirlash bek tez ekan. Shunga bu qitimliq vlogimda men aslini qoldirishning bizga beradigan huzurni sizlarga sung'im keldi. Shunga bu vlogimning sizga tinchlik va shodlik berishini arzu qilaman. Qisqa vaqt ichida mushu yerda didorlashish tilkim bilan hammanglarga xotirjamlik yor bo'lsin. Aman bo'ling.